Qon bosimi bilan bir necha yildan beri davolanib yurasizmi? Bir nechta preparatlarni ichib yurasizmi? Bunda preparatlarni kimyoviy zararlarini, ularning asoratlarini oldini olmoqchimisiz? Yoki bir umr dori ichib yurishdan joningizga tekkan bo'lsa, men sizga yangi bir usulni taklif qilaman. Tabobatda bu usulni tanqiya deb ataladi yoki tozalov ham deyiladi xalq tilida. Buni asosiy mohiyati shundan iboratki, biz yeyilgan ovqatlarni badanda 4 ta bosqichda hazm bo'ladi va bu hazm bosqichlarida qoladigan muddatlariga mutanosib ravishda ushlanib qoladi deb qaraymiz. Ya'ni qonni quyilishi ham mo'llikdan, izbitkadan, keragidan ortiqlikdan kelib chiqadi. Mana shuni balansga tushirish orqali qon bosimini ham tuzatamiz. Ya'ni qon bosimi ham mana shu ovqatlarning kirishi bilan ularning saflanish orasidagi mutanosib buzilishidan kelib chiqadi. Tozalovda ochlik buyuramiz yoki qisman ochlik buyuramiz. Tozalovchi dorilar bilan moddalarni eritamiz, yuvamiz, ularni chiqib ketishga oson holatga olib kelamiz va chiqib ketish yo'llarini stimullaymiz. Masalan, katta hojat, kichik hojat, o'tda ajralishi, terda ajralish kabi bu moddalarni saqlanishini biz stimullaymiz. Natijada qon bosimi shu davolanishda o'zida 30-40, 20-30-40 daraja oshgan bo'lsa, normaga qarab qaytadi. Va bu muolajani bir necha marta olib, tana massa indeksini tuzatib yursa kishi, unda qon bosimini chiqish ehtimoli juda ham kamayib ketadi. Agar bu to'g'risida ma'lumot kerak bo'lsa va bunaqa davolash uslubi sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, menga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu videoni qon bosimi bor, uzoq yillardan beri dorilarni ichib yurgan kishilarga yuborib qo'ying.